电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundoqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklak sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasetçi Nicat Veli Yakup. Çıraylık naqşlarımız bilan yan bir növbet İpek Gölü sadası programmasının mana şu nurluq sahnasiga jam bolduq. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundoqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik artist Xalqyar Naqşçı İpek Gölü sadası programmasının baş yetakçı ustazı Abdullah Abdurim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikom Təşviqat Bölümü sabiq muavin kuzatuvchisi Şinjanxua efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik kompozitor, ataqlıq naqşçı Şinjan Moda Musiqi Cəmiyyətinin muavin başlığı, mədəniyyət kəsbidagi boshlamchi ixtisos egisi mutaxassis Ablat Abdukim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Toshmuhammad Batur efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Kamil Jilil efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Alqışlıq yaş naqşçı köy elçisi Hazreti Ali Muhammed Dursun xush kelibsiz, qarshi olamiz. Her bir çiğdirlarda üçlerge girer Sınat turğunluğunun cevlan Öyga cansındı Hoş oldun ha. Hoşlanıp gittin. Kulüp gitti. Aydısı unumay kulüp gitti. İçinden hoş olsun. Yuşuranmayın. Onun amal yok da. Turmuşta çın itibaqsın ağzı içilip gitti. Açı ağzını açı. Külüne bir üzüm tutup eliş kırışvadı da. Ama külünüp gitmedi da. Bunda fakat Canpan'ın obraz vekili oluvassan ki. Amandan çıkmayadı. Hem de malık baş kaydırış işleri başladı. Aldın qattim qaraniki çempiyonu qaysi grup var? Hayır, sizin gruptunuz. 4-cü qararның çempiyonu mu? Şeydi var. Yana bir gap vardı. Ben çempiyon bo'lmagan, çempiyon bo'lgan ballam var ya. Bana qarab bakanda. Hammamiz har qanday ish bo'lsa siz uchun raus xizmatlarni qilamiz. Endi bularmi ziqmi ko'ymaydigan, kavobni ko'ymaydigan fikrni beryapti-da. Bu aniq bo'ldi-ku hozir. Shunda da. Endi qag'ini mushukamning o'zi qoldi. Hem de özem misal şohrak
Mana xijilchan do'xnim. Ha, manda degan bo'lib, yuzi qilin tortinjaq. Mening oxirgi qarorim Hazratli akamdan. O'zi yaxshi ko'rgan kasbga ajr qilish eng katta muhabbatdir. Muborak bo'lsin. Tirishchanligingiz bilan san'at yo'lingiz texmo parlaq bo'lg'isi. Obul Qasım inim bu Mongolcha naqshini naytdi ichidan to'liq o'zining hissiyotini chiqarib turib, hammamizni qoyil qilib etdi deb o'ylayman, bak yaxshi etdi deb o'ylayman. Hammamiz to'liq o'yrildik. Lekin qandaydir boshqa vaqtlarda meni cho'qim tanlaydi degan mandaq o'yi bilan men u ishonch bilan turamadim. Lekin shundaqdimi, butun kuchim bilan o'zimning go'rpamga da'vat qildim. O'zimning haqiqiy bundan keyingi bir planlarimning borligini bo'z mening go'rpam kelsa, texmo keyingi bosqichlarda o'zgacha bo'lgan shundaq naqshlar bilan yana ko'rinmalar bilan ko'rishimiz deb mushiyatdan o'zimning butun ko'nglimda demoqchi bo'lganlarimni sanlarda ifodaladim deb o'ylayman. Mening tanligimda nihoyat xush bo'ldim. Keyingi bosqichda biz cho'qim texim o'zgacha bo'lgan naqshlarni hammalarninki hozirga sunamiz. Sifat va unum jihatda hammani qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bosish xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har guruhi mayirlarga omad tilaydi. Yaxshi tutdingizmi? Yaxshi. Uzun bo'lib ko'rishmagili, nimda chiroyli qilib nurlanib ketdingiz. Shu yaqiningizda oltin go'har markasidagi ay go'har girim bo'y yurishliklar ishlatmıştaq. Unum yaxshi bo'lyapti. Sizmi ilib maqdingizmi nima? Ha, men oltin go'harning arlay yurishligini ilib ishiltib sinab baqay deb bilib maqdim. Ha, bo'pti. Seherde sayrığa benim de sayrımaz oldu ya benim de ezelden karvan yarlar Bonemde karbaz
men aydında gördüm seni. Kaçan bilirsen kadrimni Çekenge kıskan gunçan men aydında gördüm seni. Bağım badi yemedim Anarım ne yemedim Anarım ne yemedim Şertimiz kıyasın Allah'ıma Çişleşip yemedim Aydın'da gördüm seni Şertimiz kıyasın Allah'ıma Çişleşip yemedim Aydın'da gördüm seni. Rahmet. Hoş geldiniz Ayşe. Hoş bulduk. Hürmetlik şu sept ottağan azizler ve şu septaşlar. Ben bugün bir şeyge sizlerni bakken dep, yaxşı görgen akşamni misledek azizlerge eğitip olay dep keldim. Oy merhaba. Hoş bulduk. Yad etkinizge köp rahmet. Birli ovozlarla Ayşegül Ma'nın ovozi güp Hammamiz yuraklarimiz titrab ketdi ya. Ayşegül Ma'nın bizden ahvol so'rab ketdi deb bilib oldik. Ba'zi jabiyonlarda anlayıp kaldıkça bir mayır o'xshaydi deb o'rilib qolgandan keyin qarasak ba'zilar jabiyon. Ammo ma ovozini anglabla Ayşegül Ma'lim ekan bizden ahvol so'rab ketdi deb bilib oldik. Şundaq sizlerden bir ahvol so'rab ve sizler bilan bir satda hamdam bo'lay deb şundaq chiroyli sahnalarda özüm yaxşı görgen naqshlarni bir yaxşı görgen adamlarimga aytib olay, yaxşı görgen sabdoshlarimga aytib olay, mush o't kuyayotganlarga aytib olay deb bir şeyga kep qoldim. Rahmet. Sizni mush sahnada ko'rsak bak xo'sh bo'ldik ekanmiz. Hamda biz o'qituvchi bo'ldik deb bütün vaqtimiz o'qituvchilar, o'sha o'quvchilarni parlatish uchun, o'quvchilarni güllendirish, chiroyli ko'rsatish, yo'rtish uchun biz o'zimizni ko'ydirib özümüz şu Gançin'den keynida Çinfanğı solunub aşağı yaşaydı ekanmiz. Lekin əməliyyatda biz bu səhnəyə şunda çıraylık yarışırdı ekanmiz. Şunda çıraylık yarışdınız da. Bunun hem de şunda küçük vaxtlarımızda naxşınızı şunda anlayıdıq səhnələrdə, hem məktəblərdə mi anlayavatdınız. Lekin o Çinfanğı anlağan bilen çoğun bir səhnədə anlaş, bu başqıcı bir huzurken ben şunca ayacanlanıp getdim, hazır bək huzurlanıp getdim. Muştaq bir səhnələrdən bir nim qılğan bolsanız, yani davamlıq naxşı ilan eytiversiniz. Bizge yana müştaq bir manevi ozuqlarni berip, bizge bir yana ülgü bop mangan bolsunuz jigimede. Fakat yok biz şu naxşı eğitiminde bir yaşavatım ya. Direkt tuğdak yerde bolsa eytiyorum ya naxşını. Kasınlarını bugün sahnede köydüm. Bana Abdullah, Abdurrahim bilen biz uzun müddetlik toyğun naxşı etkiçilardan başlap. Keyin bana özümüzdeki şu nemiz saharimizde hazırgıcı izchillik bo'lg'achqa o'rin egallab turayotimiz. Endi lekin bizniki san'at soharimizga singdirgan o'zimizga mablag' silishimiz yana haqqasonlarga yetmaydi Abdullah. Mana o'qigan haqqasonlarga yetmaydi. Biz endi o'quvchi tarbiyalaymiz deb, endi bugun o'zimizning o'quvchilarimizdan qatnashinglar deb deyish bilan birga menmo Aqsabda ham o'quvchilarga madad bo'lg'ach va o'sha haqqasonlarga o'sha o'zimning yaxshi ko'rgan naqshlarim aytib bilish bilan birga o'sha kuch-quvvat, o'zaro madad bilen ben bir şey geldim. Onun üstüne bu İpek Yolu sadası hemmimizin sadası. Şuna bu İpek Yolu programını 6. kararıgıca sağ salamet yetkizip ekileligen ve aldığın septe ve ak septe işlevatkan bütün aparatçı hatta rejissor hakkası otlağan ustazlığa ben ali ihtiram ve sizlerge hürmet bildirmem. Sizge hem hürmet. Endi bugün bir yerde kamilini görüş men için büyük şeref. Çünkü Kamil mende 5 yıl okugan. Mana o'quvchilar bizdimi yaxshi aytibassa, bizdimi üstün yerlerde tursa, men uchun büyük şeref. Şuna müşqetim Kamilni chiqdi deganda bak hoş oldum, özgüm dedim. Buningdimi yuqori yerlerde bulun fikam. Etrafingizda sizdimi mushnaqlik munavvar mushnaq adamlarimiz bor. Hammasini vujudidan o'xshamagan bir alaylikni o'rganib biz o'zimizni mushnaq mukammal bo'lgan gap.
necha soatlab o'tirish, yaxshi bolalarni tanlayman deb zihnlarni bir yerda o'tirishning o'zimi cho'ng emgak. Chunki oldin qarorni men o'tirib baqqan, qandaqsaq yaxshi bolalarga uvalib ketmaydi deb, endi mishani shalinib ketganlarga ko'ngilni yasab, misha bir ikki xil vazifa bilan o'ltirimiz. Sizlarniki holinglarni men tushunib turibman. Mishada eng buyuk mushaq araziyatgan sizlar. Chunki sizlar orqali mishadagi bolalarning taqdiri hal bo'ldi. Ba'zi bolalar sizlarning bir o'rlishinglar bilan kelgusi hal bo'lib ketadi. Büyük şahs bo'lishi mumkin. Ularningki esidan menga chiqmaysizlar. Chunki men hayotimni o'zgartgan palonchi molim deb eslaydi ekan. Shunga bu yerdagi o'rninglar bekmi sharafli. Men bir ko'ngil sizdan deyapsam chiqarga. 5 yil yanıngiz turib, hozir men endi cho'ng natijani yaratolmagan bo'lsam-mu, sizning keyningizga o'lishib, siz o'rtaga o'rindiqda o'tiribsiz deb men seni ko'rib nayt hayajonlandim ustoz. Salomat bulan. Davamlı keynimiz turib bizning yanımızda madadlaringizga biz muhtoj. Yaqin ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Siz bo'lgach biz xotirja. Rahmat, rahmat. Sizga bundan yuqori o'rin, bundan yuqori ustunliklar bo'lsin. Rahmat. Bu shunday esil san'atkorlarning orasida bo'lishingizning o'zimi siz uchun buyuk sharaf. Shunga har qachon atrofingizda san'atkorlar bilan hurmatlashib, yaxshi o'tishingizni texmi umid qilaman. Salomat bo'linglar, yaxshi turinglar. Sizlarni ko'nglimdan nihoyat xursandman. Rahmat Ayşegül. Yana bizni yo'qlab turing. Yo'qlayman. Biz buni do'stlar mayli xizmat jarayonida bo'layli, mayli dam olishlarda bo'layli, ish qilib ko'rishamizakmi? Shaxsan men Ayşegül bilan davomli telefonlashib turman. Ancha-muncha ahvol so'rab turdi meningdimmi? Yana desam, yana shu gap seg'inimiz. Bir fursatli bo'lsa, yana futbolni sunib, bundishamiz. Sizni sahnalarda davomli unutun ruhli holatlaringizni ko'rishni xohlayman. Bo'ldi,可可托海的牧羊人。 Yaxshimsizlar ko'pchilik, güzel eli To'qistaradan keldim. Ismim Azmat Yasinjon bo'ldi. Kichikimdan naqshga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim va hevesmanligim meni bu sahnaga, bu programmaga qatnashishga da'vat qildi. Odatda xalq uslubdagi naqshlari, ommabop naqshlarni ko'proq aytman. Bu sahnaga qatnashdagi maqsadim birinchidan o'zimni sinab beqish, undan keyin cho'ng ustozlardan ko'proq bilim olib, o'zimning nadan naychiligi saviyarimni, mushu kasbdagi saviyarimni bir bilib beqish. Ota-onam, undan keyin do'stlarim, atrofimdagi aloqalarim meni qatnashib beqishga cho'ng madad berib da'vat qilgan.那夜的雨也没能留住你，贝子，山谷的风，它陪着我哭泣。你的驼铃声仿佛还在我耳边响起，告诉我你曾来过这里。我酿的酒喝不醉我自己，你唱的歌却让我一醉不起。我愿意陪你翻过雪山，穿越戈壁，可你不辞而别，还断绝了所有的消息。心上人，我在可可托海等你。他们说你嫁到了伊犁，是不是因为那里有美丽的那拉提？还是哪里的杏花才能酿出你要的甜蜜？毡房外又有驼铃声声响起，我知道那一定不是你。再没人能唱出像你那样动人的歌曲，再没有一个美丽的姑
娘让我难忘记。我酿的酒喝不醉我自己，你唱的歌却让我一醉不起。我愿意陪你翻过雪山，穿越戈壁，可你不辞而别，还断绝了所有的消息。心上人，我在可可托海等你。他们说你嫁到了伊犁，是不是因为那里有美丽的那拉铁，还是哪里的杏花才能酿出你要的甜蜜？毡房外又有驼铃声声响起，我知道那一定不是你，再没人能唱出像你那样动人的歌曲，再没有一个美丽的姑娘让我难忘记。心上人，我在可可托海等你。他们说你嫁到了伊犁，是不是因为那里有美丽的那拉铁，还是哪里的杏花才能酿出你要的甜蜜？毡房外又有驼铃声声响起，我知道那一定不是你，再没人能唱出像你那样动人的歌曲，再没有一个美丽的姑娘让我难忘记。Qadrli do'stlar, suhbat va unum jihatda hammalarni qoyil ham moyil qilgan Oltin Go'har, Oy Go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bo'sish xarakterlik natija yaratgan mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli korxona Shanxay Go'har guruhi programmamizning tajdorligini oldi. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxona va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklik shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay cheklik shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüçi xanım qızlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan, sifat va fason jihatda xanım qızlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 尊敬的各位老师，你们好，我叫 Azmati Yasinjiang，来自伊犁巩留县。
Hürmetli ustozlar, yaxshimisilar? İsmim Azmat Yasinjon, o'zim Ili To'qqiztara nayesidan keldim. Qanday shub ketdi? Tosh Muhammad ukam aylandi. Ha. İş eni qilib ketdi Abdulla aka. İş eni talashdan chiqib ketmaydi. Anda gap ketmaydi, g'ashlab ketdi. Müşterek buldu endi bu. Tushundik. Tushunishlik bo'ldi. Ilgirlikin tushunishlik bo'ldi. Men shunda o'rlaydiga qarasam Toshmamat akam o'rlibdi. Hey, talashib qolsam bikam, o'sha elib qolsam deb qo'rqib. Herkes unda nima qilmoqchiman? Ko'ngilni yerib qilma, aylanib qolsam. Herkes aylanib Toshmamat akam shu ba'zida Böyle edemez mi? Neydi deydi ha? Talashsam berem sen. Saqam o'zing bir dappaqina qandaroq birga urilishing. Sahnaga chiqishdan burun ham jiddiylash pek ig'ir bo'lgan menda. Undan keyin chiqqandan keyin sahnaga chiqib naqshamni boshlagandan keyin ham o'zimning xayolimda naqsha kirgandan keyin hissiyotim jiddiylash butunlay to'xtadi. Ha. Lekin endi ovoz jihatdan men kasbiy bilimlarni ep baxmagandan keyin cho'ng sahnaga tunji qaytam chiqishim yana bir qadar ko'nglimdagidek bo'lmadi ham shunday bo'lsa-mu. Toshmamat akamga rahmat. Naytga xush bo'ldim. Toshmamat yaxshi odam deyishim. Hammani bildi. Jiddiylik bor. Yana o'zing his qilgan masalalarni shu ustoz o'zi bir taraf qildim. Sening bu yerda sen to'g'zilib ayb nuqsonlaringni da'vasak yaxshi bo'lmaydigini. Ama ovozniki tuvan taraflar nayt. Buludu, toza buludu. Evciga chiqqanda sen qisilib quyi tanmay qoldi. Quyi tanmay qoldi. Evci o'rindashdiki azroq hissiyat kamchiligi shuni hisob qilmaganda qolgan tarafini biz chiqib ketamiz. Men selishtirib oldim. Degan bu naqsh yaqinda ham mudib bo'lib ketdi emasmi bu? Vaqchi o'zi aytgandan keyin. Ama yani yaxshi. Yaxshi. Rahmat malim. Chunki sizlar o'quvchi emasmi? Bu yer o'gunimiz ustozlardan kimimizni to'liqlaymiz. Mush fursatda to'liqlanamiz deb kelgandan keyin hamda yana bir fursat sizlarga. Bundan keyingi qadamda ukam chiqishlar batiqi tuzab bilib ipmadan, ha? Rahmat malim. O'zimizning tili bilan desak, mo'ngliqkan mush balning ovozi. Ovoz pokizga aka. Xapolmajma ukam. Yana boshqa o'ylaganlaring bo'lmasa, kap bir ustozlik ko'rishib olamiz. Avval ustozimga rahmat aytaman, chin yuragimdan. Shunchalik xush bo'ldim. Hayot olgan, tuvanda o'tgan barcha ustozlarni, jafo chekdinglar, hammalarning tinch salomat bo'lsin. Rahmat. Keling. Muborak bo'lsin. Biz vaqtni keyniga yandira olmaymiz. Biroq xo'shal kayfiyatda balalarcha xo'shallik bilan yashashga imkoniyatimiz bor. Muborak bo'lsin. Naqshlaringiz sahnamizda uzoqcha yang'irg'usi. Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'iga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozoluk bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran kılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü del kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni çıraylık, terang bek yaxshi deyişidu. Terinin yaş turşi ameliyatda kollagenlik aksıl bilen münasebetlik. Göher Bonyavsan terkiplik kollagenlik aksıl peptidning badanga sömürilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishqa kishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'kish kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksıl peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan terkiplik kollagenlik aksıl peptidi. Aku o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning qurish sirini olib, nima desak o'xshaydi emasmi? Nima bu? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari
Çoğ ustamның çoğlığı бар. Çoğ ustam tayyor tamoq va tetikqo'lari. Sağırıp pişқан үрікнің таза мәй бағылған yerден camның қақ suyunu tayyorladik. Şu yılları 75'de o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini camның ko'kchisidan tetidik. Can dadamның yaxshi ko'radigan asal suyimi camda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'rgan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatdagi cho'qqilo havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. İmzar uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. İmzori kiyimlari. Tush jamiyati bilyat klubi faqat tijorat sonli bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati bilyat klubimiz bilyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati bilyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Rayonimiz tavasida yemek-içmek sohasidagi boshlang'ich korxona Xinjiang Erdembag yemek-içmek pay cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Azmat Yasin aytgan Koko To'qay degan bu naqsha men o'zimga bak yoqtirgan naqshdi. Alqishliq naqshlarning birisi. Azmat Yasinniki bu naqshni o'rindashda menga ta'sir qilgani, naqshiniki yengil tarafga kelganda ovozni yaxshi, pokiz, naytni boshqarish yaxshi etmadi. Hamda o'sha qismi kelganda bo'lsa, azroq jiddiylish bo'ldi deb qaradim, ammo musobaqamiz jarayonida mening ko'rpamda cho'qim yaxshi yetaklab, yaxshi asarlarni chiqarolay degan ishonch bilan Azmat Yasinga bir fursat berdim. Qanday adash, yaxshimi? Yaxshi adash. Naqshan qanday oldi? Tutib qoldi adash. Tala 5 yamg'i 500 so'g'jima. Men tala chiqmabdim adash. Bayanmani ekeldirib qo'ygan. Ishxon yamdi adash. Sonning ochiq pintoz yugursa, ammo mani yomon ko'ngan juma men. Bilib qolsam-da. Qiqash qiptamlar ya sheyli. Chiqay bo'ldi adash. İmzar kiyimleri mayırlarga omad tilaydi. Ketiman. Yaxshimsizlar, ikki ko'rmanlar. Mening ismim Renat Turg'an. O'zim Urumchidan. 6-qaro Ipak yo'l sadosiga qatnashishga sabab bo'lsa, o'zim mush kasbni yaxshi ko'rib qilayotgandan keyin o'zimda bor iqtidorlarni mustaqilda ko'rsatib boqay deb keldim. Men odatda shu ommabop naqshlarni asosli yaxshi o'qiyman deb o'ylayman. O'zimning o'qigan kasbim muzika bo'lganligi uchun shunga mustaqildan o'zimning qanchalik iqtidorli ekanligimni bilib boqqim bor. 6-qaro Ipak yo'l sadosiga qatnashishimda menga cho'ng yordamlarni qilgan, mening o'zimning yinda meni naqshli yetaklab kelayotgan Dilyor Vahob akamga, Kerem Abbas akamga rahmatimni bildiraman. Onundan boshqa ishxonaning ichida muzika jihatdan, muzik ishlash jihatdan menga yordam qilayotgan Surat G'ayrat akalarimga, o'zimning bir qo'saq qarindosh akamga rahmatimni bildiraman. Kelgusidagi orzuyim bo'lsa, mushu naqsh kasbini chang tutib, o'zimning yaxshi bir ijodiyatlarimni barcha ko'rmanlarga sunishni orzu qilaman.
kuyuşup muhabbetleşken ayrılmayımız mengüge der vədə bilişken köyüşkende ten kuyuşup muhabbetleşken ayrılmayımız mengüge der vədə bilişken sen muamrak idin bana men muhem sana lekin uzun alışamay ayrılar buldu sen muamrak idin bana men muhem sana lekin uzun alışamay ayrılar buldu gittim ben sen kal bu şehirde gittim ben ayrılar buldu gittim ben sen kal bu şehirde gittim ben ayrılar buldu saf aqide muhabbetlik ötken şu günler çıkmaz sergiz isimdin mu mundaşkan tünler saf aqide muhabbetlik ötken şu günler çıkmaz sergiz isimdin mu mundaşkan tünler gözlerde yaş sen minni uzatkan kiçe hicran bilen sebepsizler ayrılar buldu sen muamrak idin bana men muhem sana lekin uzun alışamay ayrılar buldu gittim ben sen kal bu şehirde gittim ben ayrılar buldu gittim ben sen kal bu şehirde gittim ben ayrılar buldu ayrılar buldu Ala adaş, sana şunda katçılık edelim. Bu ağa qara, Abdullah Abdurrahim Ustaz obraz vekili bo'lgan. Erdem Bağ, Cam kuvvet içimlikleri. Şunu kulağındakisi Eynullah Şerbeti, menindikisi Kökçü kuvvet suyu. Raz, Eynul degende oldu kemanisi. Kattımike.
Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Shush jamoati bilyard klubi chekilish shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, oldingi qaror programmalarımızga o'xshashlam. Bizning 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamizda natijaga erishgan mayirlarimizga tayyorlagan mukofot buyumlarimiz ajoyib katta. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har Bro'yi chekilish shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Chong Ustam yemeklik chekilish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Erdembaq yemek-içmek pay çekilish shirkati cam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mayirni bo'lsa Xinjiang Shush jamoati bilyard klubi chekilish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Onun boshqa 6. derecelik mukofotga erishgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. 尊敬的各位导师，你们好，我叫张纳提图尔干，来自乌鲁木齐。Salam barcha ustozlar. Mening ismim Reynat Turg'un, o'zim Urumchidan. Voy, sen naqshni aytib olib, andan qo'shib ketib barsan-ku. Jiddiylashdingmi? Jiddiylaşmadim desem yolg'on qilib qoldi shu. Jiddiylashish bo'ldi-ki. Naqshni aytayotgandiki kayfiyati shu naqshning mazmuniga bak mos ketgan. Shunda bir g'amkin esib ko'rdingda u kayfiyatni biz ko'ramiz hamda. Hozir o'qiyapmizmi yo ishlayapmizmi? Hozir o'qish bitdi, shu hozir shu kashf klublarda. Kashf klublarda ishlayapmiz. Ha, nima kasb o'qigan? Muzika ma'rifi. Ha, tayyor balki bumi. Onu o'z kashf klubiniki bulatadi. Hozir Abdul muallim, Komiljon va Shoibardod hazırladı malum. 3 o'qituvchi malum biz uchun o'rindiq aylandı diye. Şu hozirgi minutlardagi hissiyotingni bir anglab baqili. Şu hozirgi hissiyotdan shunda jiddiylashib turyapman shu. Endi o'zimning hayotida shu mushakamgacha shu chiqqan eng cho'ng bir sahna bo'lib qoldi. Shunga hozir ham obiyam qilgan xili yaxshi. Hazır yaxshi. Hazır ağrımaydı dememiz. Yiyip ağrıqı to'xtadi. Bu naqshni qanday qilib tanlab qoldik? Nereden anglab bilgengen? Bu naqshni shu Abdusupur akashning aytgandan anglab bilgengen. Bu muzikasi o'zlashtirilgan tekstchi. Teksti Ablat Ablaki ustoz. Voy, o'zlarining bu naqshni meningki hayotimda bunday fanchang o'zlashtirib aytgan naqshi asosiyatni yo'q. Ammo mushu naqshi bilan yana bir naqshini, bir ikki naqshi hayotimda mening shunday yoshlik vaqtlarimda o'zlashtirib fanchang qilib aytgan naqshlardan birisi shu. Tunji qatim. Ondan keyin shu Abdusupur va bir necha bolalar yosh bolalar hozirgacha aytib kelyapti. Buni tekstini men yozib qo'yganimda. Bu naqshamda bakaligi cho'ng avjisi va tuvan yuqori mandaq bir ovoz doirasi jihatdan bak cho'ng raqobat kuchi bor deb qaralib musobaqa bundaq kuchi yo'q. Ammo aytishda bir hissiyot talab qiladigan shunday bir naqsha. Shunga ovoz doirasi yo yuqori ekan, yo yo'riq ekan, yo tuvan ekan ma'qul o'lchamlarni biz bilamadik, lekin bu inim bu shu naqshini mushishida naytdi rahat o'ziningki xoslik ta'm bilan yaxshi ijro etdi deb o'yladim. Andan keyin yana ikkinchi sabab hamda menga bu tunishlik naqshi bo'lgan ekan shu, yana yoshlik davrlarimda ancha-muncha esimga solgan bir hissiyotlar aralashib, andan keyin ovozni yoqtirdim. Mening guruhim sizni qarshiladi. 2000-yilning boshlarida men Abdusupur akamning aytganini anglab, shu vaqt men diqqat qilgan she'rni siz izlab chiqisizmi? Shuni yo'q, men shunda yaxshi ko'rdim. Araliqda men bir necha yillar aytgan bo'ldi. Bilgan bu inimmi bak chiroyli aytdi. O'zimmi anglab o'taga shunda shu vaqtlarni eslagan o'zimni tang aytib degandek o'yna shunda bir ashta bir esiyat keldim. Ablat ustoz o'rlagan degan dedim yo shunda adamma men mush inimning mening
emzor ko'rpam kelishini men chin ko'nglimda umid qilaman. Yaxshi kelseklar, naqsh qalbimizga tegsizlar. Bizni tanlashi va tanlashmasligini hisoblashib o'tmayman, cho'qim o'rlishimiz kerak. Chunki bizning shu naqshi aytquchi va shu san'atga bo'lgan hurmatimiz hamda bizga yarg'anli bo'lsa, bizga arziganli bo'lsa, cho'qim o'rlishimiz kerak. Mana bu yerda bu enim uchun o'rladim. Mening o'rlishim hamda ustoz degandek, Ablat akamning she'r ekanligini men bugun anglabdim. Lekin kichikimizdan bu naqshini biz Abdusubur akamning og'zidan anglab, o'rganib aytib cho'ng olgan naqshining birisi, hammamiz yaxshi ko'rdik. Shuni chiroyli aytding o'zingmi? Yaqidek bir ovoz yengsaring bor ekan. Rahmat ustoz. O'zim ta'sirlanib shuni o'rgandim. Bu nomi birinchi qitim sahnaga chiqishi, bunda cho'ng sahnalarga. Bo'lapmi? Musobaqa qatnashi albatta tunji navbat bo'ladi-da bu yosh bolaning. Shu musobaqaga tava naqshlarni tanlaganda bo'pmi shunda tunji navbatlarda masalan o'qituvchilar o'rindiq aylandirmamdi degan bosqichlarda bu o'qituvchilarning talabi bo'yicha bo'lmayotdi bu naqshlar. O'zinglar tanlab kelasizlar buni. Yana bir qitim degim bor, naqshni tanlaganda cho'qim o'zimizning ovoz doirasini, hissiyotlarimizni to'liq aks ettirib beraylaydigan naqshlarni tanlab ko'proq mashq qilish kerak. Ba'zi naqshlar anglashga intayin yaxshi, turmushliq tekstlarni aytdi, o'sha bizda yuz berayotgan bir ishlardek, bizning beshimizda o'tgan ishlardek to'yga beradigan yaxshi yozilgan tekstlarga oddiy, chiroyli ohanglar ishlanib, bir bo'lak ya 1,5-2 bo'lak degandek ohanglar bilan hozirgi naqshlarga o'xshash. Ashta bo'ladi, ammo musobaqa xarakteri ojiz. Mushu naqsh orqali sening biz tuvini qayerdan yuqorisi naga bordi degan faqat uqolmaymiz. Abdusupur qatorliq inlarimiz aytgan naqsha Ablat Oblikim o'zi tekstlarni yozib, ratlab, işte qayta aytgan naqshni hurmat nomerimi bor ekan. Shunga keyin texmi yaxshi naqshlarni aytib ketishingga ishonamiz. Ama o ustozdan birini tanlagan saqam. O'sha men uchun o'rinda qo'yiladigan ustozlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Sizlarga jafo tortdinglar. Hammanglar shu mening qalbimdagi o'zim yaxshi ko'radigan san'atkorlar. Mening bugungi tanlashim. Aku o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nada bor u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shalshaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetikqo'lari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shunday qaysimi ekan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga nima keling? Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 35 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qayta topdik. Jam 20 yillik tarixga ega Mijit Avtomobil Mulozimat Markazi sifat mulozimat texnikani bosh nishon qilgan bo'lib, avtomobil tok yo'li, avtomobil remontchiligi va avtomobil asrash birga birlashgan universal mulozimat markazi. Yangi texnika va uskunalar atrofliq va samimiy mulozimati bilan avtomobilingizdagi har xil masalalarni hal qiladi. Eng yangi texnika, samimiy mulozimat Mijit Avtomobil Mulozimat Markazida. Adresi Davan Shimol yo'li 593-nomer. Telefon 138 998 138 74. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'iga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda.
Altın Göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçanlığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozuqliq bilan ta'minlab, terini tegidan süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl. Altın Göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik aksıl bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aksıl peptidning badanga sömürilishi tez bo'lib, teriga ozuqliq to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'shkichilari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksıl peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aksıl peptidi. Qiziqishning oldida harg'inlik hech gap emas. Lekin yangilik ba'zida qizg'inlikni besib tushadi. Hammani besib tushadigan bo'lsa, yanala katran yo'bini. Ishonmasangiz, yapaqalardan so'rang. Chunki uning lazzatini yapaqalar biladi. Katran yo'bini. Tashqin demak vujudimga kuch-quvvat. Tashqin derdi sağlamlıkım g'amida. Coşkunluk ve ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rahiti jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Qanaqa yaxshi turdingmi? Yaxshi, Ilyar Uzangcho yaxshi turdingmi? Yaxshi. Birayyak bardiga o'xshamamsa? Bir tushdagi bir faoliyatim bor, sho'mish imzoning kostyumlarini kiyib tayyorlab kelyapman. Shu qarsam shunda chiroyli, yarashib ketibdi. Mennikilar qitimliq faoliyatimga mush imzorning kostyumini kiyib basam ulg'a o'xshamamdi. Qayerda olding? Shura seni boshlab qo'yadi. Jira. Rayonimizda güzellikle söygüçi hanım kızlarının oldun tanlışı bulup kelayotgan, sübət ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yıllık tarixga ega Dilkar kiyimlari mahirlarga omad tilaydi. Hazret Ali Ustaz. Fakat tirishchilik ko'rsatsak-la, hayotning bizga bergan fursatlari intayin nurg'un. Muborak bo'lsin. Bu fursat bilan boshlangan kelgusingizning yaxshi natijalar bilan davomlashishini umid qilamiz. Renat inimmi hammamizni ayt yaxshi ko'radigan shu ketiman degan naqshni mening ko'nglimda chiroyli o'ziga xos qilib turib aytib deb o'ylayman. Men ayt qo'sh oldum bu naqshni anglab ham Renatniki aytish alayligidimmi ayt suyundim. Renatniki bundan keyingi endi bu ikkinchi sinf bosqichlardimi men texmo umumyuzlik o'ylashib turib qanday qilganda texmo o'ziniki mush alayligini texm joriy qildira oladi. Mush jihatdan men naqsh tanlash jihatdan bo'lsa texm bir kuchmakchi keyingi sinf bosqichda biz texm o'zgacha bo'lgan naqshlar bilan do'stlar bilan ko'rishamiz. Sübət və ünüm cəhətdə həmini qayil, həm mayil qılğan Altın Göher, Ay Göher teri asraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşunda bösüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göher Groyi mayırlarga omad tilaydi. Aka vaqtma bir berib qapti. Meşqmo qilib bir ba'da tifo o'ynab o'tiravermay, birdan qalbimizni orom oldirib kelmaymizmi? Ştaq qilsaqmi mayli, atgan yaxshi charchabdimiz azroqqa. Nega bosaq bo'lasingcha? Taychur o'ynab kelsak bo'ladimi deyman. Taychur, qas taychur qanqa bosaq bo'lar? Mushu hammasi deydi, tush jamoati taychur klubi deb. Yana ichilibdi. Taychur klubi. Qo'y, yosh bolalarning hammasi ashagili ko'ryapti. Ashadika, anzlar payzga. Bo'lamdi. Bo'ldika qag'ini bag'ani bilmaymizmi? Meni uftaolasanmi? Oh. Bag'ani bilamizmi?
a'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizga oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ngstam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Kelmedi. 大家好，我叫吴美提图森，来自和田罗浦县。Köpçülük hammalarning mushaq xayrlik bo'lsin. Mening ismim Umid Tursun. Xotan Lop Naisdan keldim. Mening 6-qara Altın Güher İpekli sadası qatnashishimga ata-onamning ham yaqin yiroqdan qo'llab kelayotgan do'st birodarlarimningki qo'llashi turtki bo'ldi. Men odatda ommabop va xalq naqshlari için yaxshi ko'raman. Menga nisbatan bu programma qatnashishning o'zimniki ortiqchiligini joriy qildirish ham o'zimning yetarsiz bo'lgan joylarini to'liqlash. Oila ichida bo'lsa, mening onam muzika o'qituvchisi. Men shu munosabatdan kichigimdan tartib muzika kasbiga va naqsha aytishga ishtiyoq bog'lab keldim. Mening kelgusida naqsha aytish jihatda o'zimdagi ortiqchiliklarni joriy qildirib, ham keng xalq ommasiga yaxshi bo'lgan muzika yoki bo'lmasa naqshalarni ko'ngil aramiga sunishni o'ylayman. Kuşlar keldi baharda, lekin nigar kelmedi. Ayrılıştım azapları canga aram verdi. Ayrılıştım azapları canga aram vermedi. Sevgi tek şeydi, yar yirakka ketkende esir kıldı hiyallar, kuşlar çok ötkende esir kıldı hiyallar, kuşlar çok ötkende. Can kuşlar yayırım zadi kayerde, eytanlar çok can kuşlar
Yayırım zadi qayerda Yayırım zadi qayerda Rayonimiz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlanmış karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəklik şirkəti Mayırlarga omad tilaydi. Qadrli dostlar, sübət və ünüm cəhətdə həmməylərini qail həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsullatları bilən rayonumuzun güzəllik quruluşida büzüş xarakterlik nəticə yaratqan məsuliyyət və minnətdarlıq duyğusu güclü karxana Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdaki aşxana və inaq ailələrə sığıb kirgan tetqiqo sahəsində sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz əvvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqur sübətə kapalatlı qılğan Şinjan imzar kiyimləri alayda qolladı. Təntərbiyə bilan sənətni birlikdə ilib meniyotqan Şinjan Cəmiyyəti Bilyard klubu çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüçü xanım qızlarının aldın talışı bulup geliyotqan, sübət və pason cəhətdə xanım qızlarının alqışıga hem etiraf qilishig'a erishiyotqan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri programımız bilan alayda hamkorlashdi. Adaş tügmedimi artık? Vay ya adaş bu VCR'ı tügmemiş tabi. Kozak mı içip oturup yaptırmaysa? Kes kapsarcı mı? Bilmiyor sen? Bu adaş şu Ketrenninki alayda aytoq çeşiyor. Bizimki şu basketbol çalıplarımız şireli obrazdaki loğan bek yeşike. Sana bana kaç kıldım? Şinjan Kılıçanat'ta bu. Badam, yağa, gül krem çıkıp uzun kımlar yukarıya. Andak bilemiz. Ma bir tane abdok malumeye. Ma öğüt ikilayın bir çıkarak olsa bu avasım sen de bağım diyor lan. Pes talabasılama geçişler. Et çıkılayımız, et çıkılayım. İmzar kiyimleri mayırlarga omad tilaydi.大家好，各位评委老师好，我叫吴梅提图顺，来自和田地区罗布县。 Ümit Tursun sen bek yaman nakış çıkansa cuma çıraylık ettin bulan bunu. Rahmet. 23 yaş kırdın mı? 21. Ölçem koyuvatımız hazır 23 yaş. 30 yaş 23. Aygül malum bilen Taş Mehmet malum bizning biga aytgan naqshimizni yaratdi. Biz malumlardan bir ikki qiz gap anglayli. Ma'qul. Agar mushu o'zingiz hozir egallayotgan naqsh kasbidagi bilimlaringizga o'sha ommabop uslubdagi naqshlar bilan birlashtirib yangicha bir xoslikqa ega bir uslublarni qilib boqay degan o'y bo'lsa, men qarshi olaman. Yoki o'zingizning davomli mushu o'qiyotgan kasbingiz bo'yicha tarbiyalashda Aygul Malning guruhini tanlasangizmi, yana o'xshash qo'llayman. Jumladan menga yoqdi. Guruhim kelishingizni qarshi olaman. Hazır Taşmavatqam shundoq yaxshi bir gapni qildi. Kimni tanlashni qat nazar bizning butun o'ylaydiganimiz shu sizlarninki bir ilgirlashishinglar, mushu oltinlardan yana bir baldaq bir yuqori holatga o'tkazish uchun biz mustaq tirishchilik ko'rsatishimiz ma'lumlar. Abiyatdan meni haqiqiy bir qayil qildingiz. Yaxshi ko'rdim, ovozingiz shunda suzuk, pokiz, mush o'rinlashlaringiz shundaq oddiy soddachu. Haddidan ziyoda bek ko'p, qo'rang mundaq narsalar yo'q, oshirib etgan odamni bearam qiladigan narsalar yo'q. Boshida shunchalik pokiz, oddiy sodda shunchalik yaxshi bo'ldi. O'rinlashlaringiz men qayil bo'lganligim uchun sizga o'rildim. Agar guruhimga kelsangiz, bizmi shundaq bir boshqacha bir holatlarda mushu xarakteringizni saqlagan asosda yana bir boshqacha mazmunlarni qatishimiz mumkin. Bek yaxshi fikrlar bo'ldi. Ma'lumlarning gapning orliqlarida shu necha vaqtdan beri undan deyilib kelyapti bu gap. Aygul ma'lum bugunmi deyotdi. Aytdi o'z yo'lida degan bir gap borchu. Men naqshiga usta deb ba'zi narsalarni oshirib o'tishga bo'lmaydi. Ortiq gap qoladi ba'zi.
Mesela mao ahang aş yazılgan taşta yazılgan ahang. Aslımı xeli murakkab yerleri ba. Uşaq pıraqları ba. Yetidi çoğu. Aş yetmegen bolsa undaq gap emdi. Ba'zi tuzraq yazılgan chiroyli melodiyalar va oddiy. Umi chiroyli angladi. Xuddi ba'zi dunyoviy mingchi qatorga o'tkatgan nurg'un xalqaro ahanglar nihoyat oddiy. Bizning naqshlarimizdek unda murakkab pıraqlar yo'q. Lekin shunchalik yaxshi tegidi odamga. Eng odamga ta'sir qiladigan ahanglarni yoza olganda u ham hissiyat bilan butun vujudi bilan ayta olgan. Ham mush naqshga nisbatan mush bola Aygul degan gap yetidi. Ba'zi bolalarga qara, nimishqa bunda deyildi desa, yilonga put sizib qo'ygandek bir ishlam bo'lib qoldi. To'g'rimi? Aygul, to'g'ri. İlk ovozani qorashtirib bir kammagan yerni bir qorashtirib akib oldi-chu, tabiiylikni yo'qotdi. Bir mos kelmaydigan narsani jiq qo'shib etsa ahamiyatsiz. Sana deganlik emas-chu bu. Sana yaxshi baho bo'lyotdi. Sen hamda hozir bilam mush Aygul ma'lum bilan Tash Mehmet ma'lumdan birini tanlaysan. Mening eng oxirgi tanlashim bo'lsa, Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan Tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan Tush jamiyati biliyat klubi shaklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda Tush jamiyatida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. İmzor kiyimlari. Sağırıp pişkan ürüknün taze may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de olturup yegen kökçinin təmini camның kökçisinden detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda ba. Biz içip köngen, balılıq çağlarımızda öyi öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, oxşagan bir tamaq olsa yep kelsek olmamdı. Çoğun ustamның xuruşlarını elip ne deysek oxşaydı emasma? Neydi ba o? Dukka isimlik hemme yedi ba. Çoğun ustam. Çoğun ustamның namı yetti şerşege. Tamları oxşap ketti hem yedi. Çoğun ustamның namı yetti şerşege. Tamları oxşap ketti hem yedi. Çoğun ustamның çoğunluğu ba. Çoğun ustam tayyar tamaq ve tetik qo'llari. Səhər o armanlarını çoqalağa yazğan qirollik çağlağa oxşaydı. Xoşallik izdigüçiler üçün turmuş ula yaqtırıb rəng bərgən rəsmdək huzurluqdur. Xalığanda quşqa və yoki yağmurğa aylanadigan. Ma'nilik yaşashni istemek bolsaq, özümüzge davamlıq ilham bereyli. Bu ilham sağlamlıq bolsun. Hayatımızga göher sağlamlıq məhsulatları həmrah bolsun. Göher. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagillik aqsil yürüşlüki, sömürüşçallıqı yuqori kollagillik aqsildan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliqini yuqori kötürüp, qoruq tushishning oldini aladi. Teri hücayirlerini ozoqliq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dağ tushishning oldini aladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagillik aqsil, altın göher kollagillik aqsil yurishlige. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik aqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'kish kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi.
kollagenlik aksil peptidi bilan her vaqt yosh turing. Güher Bonyaosan tarkiblik kollagenlik aksil peptidi. Taşmamat Patron Ustoz. Ümit yenip turgan çıraqdır. Onun nuri etrafını yoritsa, hararati tenni illidir. Mübarek olsun, kelgüsünüz ümit olsun. Ümit Tursun inim uğurlagan kelmedi degan naqşa. Ümit Tursun inim bunu obdan o'rinda deb qarayman. Chunki hamda mushtaq naqshlarni o'rnagan bolalarni yetaklash jihatda bizniki talablarimiz, fikrlarimizdan chiqib ketalaydi bu bolalar. Cho'qim yetaklasak yaxshi natijalarni ko'rsatadigan, meva beradigan bolalar deb qarayman. Shuningga men o'zimning guruhimda bu Ümit Tursun inimga bir fursat berdim. Cho'qim yaxshi natijalar bo'ldi. Adaş bek chiroyli qolib ketibsa, kelgan kiyman qaysi markaning? Ha, adaş kiyganim bo'lsa, Aygul G'ulom ustoz obrazi vakili bo'lgan Dilkar kiyimlari yaxshi ko'rgan bo'lsang, menga sotib kelaylik. Menga bilib borayli adaş. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Chush jamoati bilyard klubi chekish shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Sayrang bulbulum. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Mening ismim Qaysarjon Samat, o'zim Qomildan keldim. 6-qaror Ipak yo'li savdosi guruhiga qatnashishimga mening ota-onam, shundaqla ayolim alayda meni qo'lladi. Mening bundan keyingi nishonim bo'lsa, xalqimiz uchun yangi naqshlarni aytib, ijod qilib, aziz xalqimizning turmush ma'naviyatini betish uchun uzluksiz tirishadigan shundoq nishonim bor. Anadek mihriban hayda atadek vay gamgızar hayda senin de vapa yargan Benimle kışkı yer kaydım Canan abi Yarda etmenle Kızın gültüdesin çay Şibeyi vay Kumar buldum ben Senin de bir vapa yargan Kıyıp avar buldum ben Canan abi yarda etmenler Vay
Altın bahane gün idi Altın bahane gün idi Ay tügmesi açılmağın Açılmağın Şarim kılayık gün idi Şarim kılayık gün idi Sayran bulgulu Gülün bergiden Canla kakşısın Yarının derdide Yarının derdide Dostlarım aman ey Çıkardı kehligey Ayra yanın çıkardı kehligey Ayra yanın çıkardı kehligey Kafazın kadrini bilmek Ayra cinime Uçup ketken adam kehligey Ayra cinime Ketken adam kehligey Aynen cinime Uçup ketken adam kehligey Aka bu yıl neçe yaş kirdiniz rast? 48 yaş kirdim. Qana deysan? Yo'q, ma'lumotimiz hech bir 48 yoshda emasmi aka. Mush yoshda nima degan jiqchash bu ham jalloq bir xil havas qilyaptimi aka. Chechimga xeyli diqqat qilsa jumasa. Shunday bir maxfiy retseptmi ya? Buni retsepti. Mana. Oltin go'har. Men ishlab baqsam bo'ldi aka. Ishlab baqa. Bu bir yurish chiqdi bu. Mavo Çaş yüz suyuqlıqı. Bu çaşını tal qildi ekan, poqroq qildi ekan bu. Elastikligini oshirdi ekan. Buni mavo çaş oziqlantirish malhimi mavo. Çaş quvvatda. Mushini ishlatib bo'lgan çaş mavo. Men ishlatib boqay bunda. Ha, ishlatib boq. Rayonimizda güzellikle söygüçü hanım kızlarının oldun tanlışı bulup kelayotgan sifat ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecik mukofotga erishgan mahirni Shanxay Go'har Groyi cheklik şirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Herdembaq yemek-içmek pay cheklik şirkati cam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mahirni bo'lsa, Xinjiang Chuish jamiyati bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Bunun boshqa 6. derecelik mukofotga erishgan mahirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mahirlarimizga omad tilaymiz, natijilik bo'lg'aysizlar. 尊敬的各位老师们，你们好，我叫凯撒塞梅蒂，来自哈密。Salam muhterem ustazlar, şunaqla ekran oldidagi barcha ko'rganlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Qaysarjon Samat, o'zim Qo'mildan keldim. Qarashlaringiz muborak bo'lsin. Hamkorimiz Qaysarjon. Rahmat aka. Hozir ahvol yaxshi. Biza yaxshi. Yaxshi. Tijoratmi yaxshi? Özellikle birinchilar o'rgangan adamdan sirti. Ben taz anglab, taz huzurlanib, Toshmayotgan bilan birga o'rildik. Shundami? Rasmi. Bugun hammalar bozor do'kon Yaxshi mal kesdi. Tang ichiladi ekan do'kon. Hozir klining boshida o'rishni qo'rqana bo'lib qoldim. Naydi yaxshi
Mal taptanlar. Tüpsüge çoğun-çoğunlarını tizip teginiminde hiç pek ümitsizliğine Tüpüdikisi bilen tegidikisi o'xshash chiqib qoldi. Mamamniki. Bunda olsa yaxshi. Yer yüz yaxshi ekan. O'xshash. Tüpüdikisi degan emas, muqaddima qismi bo'lsa, bash muqamni aytgan. U yer yaxshi go'zal bo'lib ketdi-da, shuning bilan tegidikisi qanday bo'lib qoladi deb hamda o'rilgan ekan, ammo tegidikisi o'xshash chiqdi. Yaxshi axirlashdi. O'xshash. Üstüge chiroyli pishiqlarini tizib oldigan bir tijoratchi. Yampin ko'stim debmoqda. O'zda qanday kasb bilan hozir? Ben 2009 yılı senet mektepniki otur teknikumda 4 yıl okudum. Öğrenip senet mektepinin çoğunluğa marif kesbide okudum. Şunun bilen birge yana göz görüngen müzikat ustazımız Muratcan Muhtar Efendi'nin yetekleş aslında kompüterde müzik çalgılaştırış bilimlerini öğrendim. Hazır Komul'da restoran kulüplerde işlegeç müzik akordlaştırış cəhətdə indi davamlıq izlənib gələtəm. Yaxşı. Müzik akordlaştırışdın ba? Bunun müzikasını özünüzə qalxmamısınız akordlaştırış cəhətdə. Bunu şu ustazım Muratcan Muhtar Efendi akordlaşdırıb bəgən. Bu naqşıdımı ba? Müzik akordlaştırış peyçidimi ba? Şunda olğanda biz udul gep qalamdıq nima? Qaraq qaldıq axşaydı. Qaynar. Müzik akordlaştırış cəhətdə Muratcanın qulundan ötküzüb aldım. Ben Qumul xalq naqşılarını bək yaxşı görüm. Ben umumi xalq naqşılarımızı yaxşı görüb, ijadi naqşılarımda başqa ança-munça jut-jutlarını xalq naqşılarını oquyma özəmçi hamda. Yaxşı qıldaqcan avazımda. Muş Qumulniki Ayxanimni bir aytqandim hamda. To'g'ri. Men aşı kichik vaqtlarimda shu avlatkamning shu bizning Qumulning Ayxanim suzukchiray shundaqlar shu men aytgan Sayrang bulbulum muqamini aytqanini anglagan shunchalik chiqib yaxshi. Oy rahmat. Sen ma Sayrang bulbulum degan ma'nosini deydi-ki. Qumuldagi kechilikning gapini qilaydi. Qumulga borgan. Yo'q. Hamda Ayxanimni shunda eysam rast gap hamda jiq odamlar yaxshi bahoberdi. Bo'pmi? Qumul xalqi, Qumul viloyatlik san'at umaktikilarning bir e'tirof qilishiga erishish hamda shu jutning o'ziniki xalqi eng cho'ng ustozda bu shu jutning naqshlariga nisbatan mushu ablakim yaxshi aytibdi deb bizning Mavlon Niyozdin naqsul umaktiki mush gapni shu ablakim yetkazinglar debdikan bu atoyatdan kelib men mush gapni deydi-ku seni ügütüp aldığımız dep koyan gap emas degan. Anandan keyin shu ikkinchi qatim yaxshi ko'rib shu hozirgi aytilgan mushu muqomini men bir aytqandim men. Qaraganda bu enim ashuni yaxshi ko'rib anglabdi. Ammo mendan o'zgacha mendan yaxshi aytibdi. Shu vaqtlarda shu naqshini aytibgansiz. Shundaq yaxshi. Shaxsan ko'nglim shundaq yaxshi ta'sirlangan. Bu Qumulniki naqsini anglasam bir yerlarimga bishqilib shundaq bir hayajonlanib ketaman. Bak o'zgacha shundaq bir piroqlar. O'zaro maqtashlarmi mushinchilik bo'lsin. Asosan bu do'kon tayyor ishga bordi. Shundaqmi? Ashtami? Usmudim do'konligini bilmadim. Faqat shu uchrashmagan yeringlar qoldi. Faqat aylanib kesib ko'rasan, tukka ishgan qo'y kabi. Ashta olgan bo'lishni arzu qilaman, albatta bitga ishlamda qolgan. Talashib boqamiz akamiz. Taysirjon, ommabop naqshni mazasama moda naqshni yaxshi aytisiz deymi? Peyçi qildigan kuzan ko'rinib bordi seniki. Muzik peyçi qildigan kuzan ko'rinib. Hazretilening o'ylig'ini bir anglab boqayla. O'ylig'ini bilib boqsin. Cho'qim Hazretileda boshqacha bir fikr yotdi. Sordum Qaysarjondan, işte ommabop hozir zaman moda naqshni cho'qim aytdi, odatimcha qaytdi deb o'ylayman. Bugungi musobaqa cho'qim o'zingiz yaxshi ko'rgan asosda mushu naqshni ikkalsam ham yaxshi bo'ldi deb buning bir pakpayz aytib o'tdingiz. Lekin so'rganim, jihatim cho'qim yaxshi ayta oladi deb mening ishonchim bor, albatta bir so'rdim. Başka yana gibi yok mu dadashılıkka? Kamiljon nima deydiki bu gapingga qarta? Kamil og'inimning ko'ngli gapni men deb berdim deb o'ylayman. Men o'yladim, men otish qo'yganlikka toza pulg'amroq deganasidan muzik peyçi qilganim ovozini yiqib qiladi dedim.
Ma bala alıqı bu klubda teklif qilimi deganga kelmaydigandek qilishma. Yo, klubdimi aytdiki? Ha? U tijoratdimi balki? Albatta bu bolaning hammasi hozir butun universal o'qitdi. Klublarda metodi, restoranlarda metodiki. Asosan shu restoran klublarda bo'ldi. U bizning qo'limizga o'tgandan keyin klublar bor. Qanday klubim bor? Albatta yaqinda bir klub ochmoq. Klubning gapini qildimi? Yo'q. O, Tizbin. Hazrat Ali Ukamalıqa Aziti klubning gapini degandek biz 5-qarada shu uning Sabah studiyasi bor. 400 bin kvadrat kilometr degandek. Bu yerda biz mashqlarimizni shu yerda qilamiz. Shu yer har vaqt sizlar uchun ishga uchuq. Lekin u ras ashta qilamiz. Ras ashta qildik. 5-qarada ras ashta qildiqmda ahvol surishtirib beqilganjima. Bolalarga echiyotdiq shunchaki kan-kan. Hazratda senmi ras ashta qilsa? Degandan boshlab men tunugunning yoqqa hozir tanlagan bolani shu yerga yig'moqchi bo'lgan. Shundan boshlab mendan başqacha bir mush bayramlik başqacha bir o'rlashtirishlar bilan rasmiy muzika tarafdan Qaybollar ishitibman hozir uyga bo'lmaydi. Men shu Sabah klubining pinfansani ozdab qo'yaptim shu. Sen ozdab qo'yib, mening achchig'im 400 oqlarga qap bo'ldi sen shu jiq pinfanni sen 400 pinfan deb qolding deb. Sen o'zi ishlatgan degan o'xshaydi. Uningdan cho'nkanchi bu. Shunday klublar bor. Aygulmala bu balning tanglay ovozi qanday? Başta şu muqaddima qismlarini başlagan vaqtda bir naqshchininki qandaqroq naqshchi ekanligini shu muqaddima doston qismlari bek bilib olg'il bo'ldi-chu. Mayli beshida qanday boshlagan bo'lsangiz, oxirida shundaq yaxshi o'lchamlik, shundaq chiroyli o'rindab berdingiz. Abay ablatganmi dedi, men shu ijodiyatlarimga ko'proq shu xalq naqshlaridan o'rnak olaman deb. Shu ig'izdan ig'izga ko'chib, hozir hatto bizning xalq naqshlarimizdak aylanib ketgan yana yeshuzo filmlarimizmi bor. Shundaq bir cho'ng asarni, bundoq bir cho'ng sahnalarga chiqib bizni shunday bir hayajon soldingiz. 5 ustozning hammamiz sizga o'rildik, qoyil bo'ldik. Mening guruhimmi shundoq bir xalq naqshlarini aytadigan, ham xalq naqshlari ustida bir izlanish qilgan sho'yanlarga muhtoj. Ham meningmi bir o'y fikrlarim bor. Guruhimga kelsangiz sizni qizg'in qarshi olaman. Rahmat ma'lum bo'lsin. Toshmamat akangda bu gapga qo'shilmamdi menda ishlar. Sening e'tiroz yo'qmi toza? Ha, toza o'rilib bo'lib pushaymon qilganda ko'patdim. Ya men naqshini haqiqatdan yaxshi ko'rib o'rildim. Siz ayt ishiltma deb o'rilgan. Yaxshi ko'rib o'rildim. Butun maqsad umumiy emas. Bu faqat ash bolalarga nisbatan men bir ashunchalik bosma sharoit ba'zi narsa tang foydalanamiz o'zaro deb. Paylan qilsaqmi bo'ldi, mashq qilsaqmi bo'ldi. Tashmamiz ikimiz sheriklashib bir yana ochmaylik aka. Mush qilishdan burun esa assa xudtiki. Bir ishlar, mush talash bo'lmaydi. Hammamiz dukunimizning markazida qildigan ishda. Hozirdan tanlab umul xalq naqshlarini biz hammamiz yoqtirib anglaymiz. Bugun ip kelgan shu kuyingizmi ras biz hammamiz yoqtirdigan yerdan chiqdi. Shuningga hamma ustozlar tang o'rildi. Shularning qatorida menmi bor. Bayamni yoqqa hozir ko'pdir chaqchaq aralashtirib, nimishga sizlarniki masakindagi ro'yi holatinglarda o'zinglarni azroq tanishib oladigan bir rahatlik tuyg'u beraylik deb biz o'zaro akufkalar, ustozlar degandek sizlarga azroq rahatlik bir ishonch paydo bo'lsin deb o'zaro chaqchaq qilishdik. Hamda sizning ustoz tanlashingiz kelganda hech qanday chaqchaq qilmaymiz. Buni chaqchaq aralashtirmaymiz. Chunki siz noma'lum ko'ngilingizga orzu ishonchlarni ko'p masakni kelgan. Shuningga mening guruhim kelsingizmi qarshi olma, ammo tanlash o'zingizda qoldi. Rahmat. Ustozimga yaxshi gap qildi, chaqchaqim qildik. Ashu muqaddimaning keyindagi ularni ta'til 10 qilib aytdi ustoz. Aytilish shunday-ku, ta'til udar. Ta'til udar gimishdan olish kerak. Men hammalarning kayfiyatiga qarab baqdimcha shu yerda. Bola o'zimi biladi aqchan. Menga nisbatan sal aldiraqsan tuyg'u berib qo'ydi udar kirgandan keyin. To'g'ri. Azroq aldirab qoldim. Shuningga men udar urib ketdim. O'zi sal aldirib oldi. Lekin mushu naqshining o'zimi shu sal o'ng ta'tir udar aralashib keladi. Men naqshining ta'siri shu kim ustoz bunacha? Punkpay berdigan yerlar aniq ta'siri shu kim bunaqa. Bizning idoradami masalan o'zimizning muqomdan sirat 12 muqomdan do'lan muqomi, qumul muqomi, turpan muqomini ayrim biz mana o'gitib men tang aytib baqdim lekin sendek chirib chiqolmay qildim. Bu ta'sir naqshini chiroyli o'rindidim. Rahmat. Yaxshi natijan tilaymiz. Yaxshi bo'lgandek turdi bugun ishlar. Hozirang yaxshi.
Örmen 5 hazır. Örmen 5. Yaxşı. Bizning şu Xi Jinping Zongshujiningki so'ziga asosan deganda 要保护和传承民族文化，我们的民歌我们要把它保护下来，还要传承下来。年轻人唱这些经典歌曲，我觉得很有意义。谢谢老师。我们的前辈们唱这个我们民歌或者是木卡姆，和我们现代的这个年轻的一代唱的意义是大不一样。尤其是刚才老师说的那个，为了传承优秀传统文化这块，你们的作用是很大的。Endi qara qılamızmı? Aldı bile, muş aldımda otağın, men üçün oranda aylandırgan 5 ustazga hammanlarga rahmet. Şunaqla bana bergen qimmatli teklif fikirleringizga rahmet aytaman. Amma şahsen hamma ustozlarning naqsini yaxshi ko'rib anglayman, ham yaxshi ko'raman hammalarni. Ham hozirgi tanlashda faqat birli ma'lumni talaydigan bo'lg'achqa sahnaga chiqishdan avvalla o'zimning ideya tayyorligim bor. Shundoqla bundan keyingi mushu muzika taraqqiyotimni tag'im yuksaltirish uchun mening tanlashim bo'lsa İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.